Ikkinchi guruhimizdan ham o'rinlarni aniqladik va ularni demak doskaga taklif etamiz. Uchinchi o'rinni Inomjonov Siroj qarsagilar bilan. Barakalloh. Undan keyin yaxshi o'qib, kuchli o'rinlar oldi. Xo'p? Malatsi. Ikkinchi uchlik demak Nazirjonov Nizomjon qarsagilar bilan. Barakalloh. Demak, ikkinchi o'rinni bizga Nurmo'minova Dilnura qarsagilar bilan bo'ldilar. Va eng birinchi o'rinni Po'latova Rayhona qarsagilar bilan shuncha mehnat qilib birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. In the Saparov Academy, and this is my teacher, and he's very legend of our class because he's very intelligent person, and that's all. Come to our Saparov Academy. Thank you so much. Kelasi oylar ham xuddi shunaqa testlar bo'ladi. Bolalar hamma yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, birinchi o'rinni qo'lga kiritishga harakat qilinglar. Rahmat hammaga.